Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 5-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azizlar, sizlarni O'ynajohon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Barchamizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Azizlar, eslatib o'taman, iltimos kanalimizga yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Azizlar, eslatib o'taman, namozni yangi boshlamoqchi va boshlagan aka-uka opa-singillarimizga eslatma sifatida mana namoz necha rakatdan iboratligini ko'rsatib aytib o'taman. Bomdod namozi 2 rakat sunnat, 2 rakat farz namozdan iborat. 2 rakatdan iborat. Peshin namozi esa 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat. Asr namozi esa 4 rakat farz. Shom namozi esa 3 rakat farz, 2 rakat sunnat. Azizlar, iltimos kanalda aktiv bo'lamiz va kommentariyada o'zimizning iliq fikrlarimizni qoldiramiz. Xufton namozi esa 4 rakat farz, 2 rakat sunnat, 3 rakat vitr vojibdan iborat. Mana azizlar, sizlarga namozni rakatlarini eslatib o'tdim. Endi yana jadvalni davomini tomosha qilasizlar. Azizlar, iltimos, video o'zi 2 minutdan oshiqroq xolos. Shuni oxirigacha ko'ramiz va like bosamiz va yaqinlarga yuboramiz. Kanalda yangi bo'lsak, obuna bo'lishni yoddan chiqarmaymiz. Eslatib o'taman, like bosish tekin. Like uchun sizdan pul olinmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. Like videoni tarqatishga sabab bo'ladi xolos. Shu uchun gumblatib like'larni bosamiz, obuna bo'lamiz, kommentariyada o'zimizni iliq, chiroyli fikrlarimizni yozib qoldiramiz. Azizlar, soобщение bo'limiga Telegram kanalimga ham obuna bo'lishni unutmang. Salomat